Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, haydovchilarda mas'uliyat va hushyorlikni oshirish maqsadida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyatimizning barcha hududlarida reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Bu galgi tadbirlar oldidan xodimlarga xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazilib, barchaga reyd davomida e'tibor qaratish lozim bo'lgan vazifalar taqsimlab berildi. Shuningdek, xodimlardan fuqarolar bilan muloqot chog'ida qonun doirasidan chetga chiqmaslik, korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik, xizmatga sidqidildan yondashish qat'iy talab etildi. Reyd tadbirida inspektorlar haydovchilarga yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik oqibatida sodir bo'layotgan baxtsiz hodisalar, inson hayoti va sog'lig'iga yetkazilayotgan zararlar haqida tushuntirishlar berib, yo'lda hushyor bo'lish, belgilangan tezlikni saqlash, piyodalarga yo'l berish, shuningdek, harakat vaqtida uyali aloqa vositalaridan foydalanmaslik bo'yicha ogohlantirilib, barchaga yo'l harakati qoidalarini eslatib turuvchi maxsus bukletlar tarqatildi. Tartib qoidalariga bo'ysunmay, yo'l harakati xavfsizligiga tahdid solib, qoidalarni qo'pol tarzda buzgan haydovchilarga esa keskin choralar ko'rildi va ularning avtomashinasi jarima maydoniga joylashtirildi. Ushbu avtotransport vositamiz Boburshoh ko'chasida hujjat tekshirish maqsadida to'xtatilganda haydovchi tegishli hujjatlarsiz avtotransport vosita boshqarganligi aniqlandi hamda qonuniy tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtincha saqlab turish jarimadan qo'yildi. Ushbu transport vositasini Amir Temur ko'chasida hujjatdan ko'rish maqsadida to'xtatganimizda haydovchilik guvohnomaga o'qimaganligi aniqlanib, bunga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilib, vaqtincha jarimadan qo'yildi. Ushbu transport vositasi shtak va jezl yordamida to'xtatilganda haydovchi bo'ysunmasdan harakatlangan va qo'shimcha chora-tadbirlar yordamida transport vositasi to'xtatilib, transport vositasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 194-moddasi bo'yicha vaqtincha saqlashga jarima maydoniga qo'yildi. Eslatib o'tamiz, bu kabi reydlar muntazam davom etadi. Hurmatli haydovchilar, shunday ekan qoidalarni hurmat qiling, yo'llarda tartibli harakatlaning.